8-mart 2026-yil. Abdumalik parnigini issiqxonasini chekildik. Pomidor ekilgan kechirog'i. Rafaeldiki 3-yanvarga ekilgan bo'lsa, bir oy keyin ekildi. Fevral 2-siga ekildimi deyman. Hozir ko'rinishi mana shu ahvolda, hozir gullayapti, tugishni boshladi. Bu qatorga limon. Oldin mana bu qatorlarga ham limon bor edi, limonni almashtirdik. Pomidorning ichida qolib limon yaxshi rivojlanmadi, ham pomidorga mushoyat qilishing uchun olib bir qatorga, mana bu qatorga o'rnatdik. Hali bir temir dorasiga limonlarni o'rnatdik. 2 chiqadi. Qaytadan kızlar. Yana shu yarim gektar ichida yerda farqi bor. Mana past tomonda pomidor rivojlanchalik emas, mana bu yoqda unga nisbatan rivojlanish yaxshi.